Bismillahirrahmanirrahim. Demek 107. ders. Şerifun talibun fil cami'a. Şerif üniversitede talebe. Ve uhtuhu Zeynebu talibetun fil cami'ati aydan. Ve uning opasi ham üniversitede talebe kız. Zeynep opasi. Huve yedrusul hendesete. O mühendislikni o'qiyapti. Ve hiye tedrusu tibba. O tibbiyotni o'qiyapti. Şerifun ladayhi hivayatun kesira. Şerifning oldida, ya'ni Şerifning huzurida bir qancha qiziqishlari bor. Huwa yuhibbu as-safara wal murasalata wal qira'a wa Zeynebu ladayha hivayatun kesiratun aydan. Bularning ma'nosini bilamiz. Hiya tuhibbul qira'ata was sahafata. U o'qishni va jurnalistikani yaxshi ko'radi. Ayna yadrusu Şerif fi ayyi kulliyatin yadrus. Bularni endi bilamiz, oson. أحمد صديق سعيد أحمد سعيدning do'sti أحمد يدرس في كلية التربية pedagogiya deyiladi, menimcha fakultetida o'qiydi, ya'ni o'sha o'qituvchilarniki. سعيد يدرس في كلية الطيران uchuvchilik fakultetida o'qiydi. أحمد يسكن في القرية qishloqda yashaydi أحمد. وسعيد يسكن في المدينة سعيد shaharda yashaydi. يذهب أحمد إلى الجامعة بالحافلة Ahmad universitetga avtobusda boradi. Va yazhabu Sa'idun bis-sayyara. O'zimiz tarjima qila olamiz buni. Zerikib qolmayapsiz shekil. Baribir qilib qo'yay. Sa'id mashinada boradi. Yadrus Ahmad fil usbu'i 20 sa'atan. Ahmad bir haftada 20 soat o'qiydi. Va yadrusu Sa'idun fil usbu'i 30 sa'atan. Sa'id bir haftada 30 soat o'qiydi. Ahmad yuhibbu qira'atal kutubi wal majallati was suhufi. Mana bu yerda o'zi o'qiydi, lekin sabqul lisan deyiladi. Arab tilida til o'tib ketib qoladi-da, men adashib ishlaydi deb oraman. Shunga e'tiborli bo'lasizlar. Men xato qilayotgan bo'laman. O'zim ichimda to'g'ri aytayotgan bo'laman, lekin tilim xato aytaveradi. Insonman-da. Ahmad yuhibbu qira'atal kutubi wal majallati was suhuf. Ahmad kitoblarni, jurnallarni va gazetalarni o'qishni yaxshi ko'radi. Va Sa'id yuhibbu as-safara wal murasala. Sa'id yaxshi ko'radi. Bilamiz. Xo'p. Safarni va kolleksiya to'plashni yaxshi ko'radi. Man sodiqu Sa'idin. Sa'idning do'sti kim? Ahmad. Maza yadrusu Ahmad? Bu endi oson. Kam sa'atan yadrusu Ahmad fil usbu' 20 sa'a. Va hokazo. Bu yerda endi maza taqraul an, hozir nima o'qiyapsan degan savolga aqra'u Qur'on o'qiyapman. Ma hivoyatuga ya Usmon? Usmon, qiziqishing nima? Hivoyati al-furusiyya. Otliq. Ayya jam'iyatin taxtar ya Sufyan? Axtar jam'iyat as-sahafa. Muxbirlik anaqa. Jurnalistika. هل تحب الخط العربية؟ عرب إملاسني أشكر سام. نعم أحبها. نعم أحب الخط العربية. ما نشنس. كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ 6 ساعة. رأينا نسأل وزير ترانس. هل هذا جناح الصحافة؟ نعم. قانا. نعم. يا أخو يرده بوشا مخبرlik bo'limimi desa, هل هذا قانا؟ نعم أحبها. نعم من هيك؟ لا هذا جناح الطوابع. Bu markalar bo'lim. هل تفضل الفروسية؟ سين chavandozlikni ortiq ko'rasanmi? Naam, al-furusiyat hivayati. Hal zurta ma'rid al-kitab? Kitob ko'rgazmasini ziyorat qildingmi? Naam, zurtuha. Hal tuhibbu riyada? Sen sport yaxshi ko'rasanmi? Naam, uhibbuha. Mana birga qildik. O'zim qilmadim endi. Albatta Alloh taolaning yordami bilan bo'ladi. Demek şu, mana bor ekan yana. Tugidimi?
ikkiga bo'lmay qo'ya qolaylik buni. 1.8. Hop. Zara Jamilun va Jalalun ma'ridal hiwayati fi Judda. Jamil va Jalal Juddadagi o'sha qiziqishlar, ya'ni shu yuqorida ham aytdik-ku. O'sha qiziqishlar ko'rgazmasini ziyorat qilishdi. Buni o'sha hobbi galereyasi desak ham bo'lsa kerak, vallohu alam. Fi ma'ridil hiwayati janahu jam'at tawabi', markalarni yig'ish bo'linmasi bor. Hobbi galereyasida. وجناح الخط العربي وجناح الصحافة وجناح التدبير المنزلي وجناح الرياضة. بنا بلامس في جناح جمع توابع من كل بلد. markalarni yig'ishlik bo'limida har bitta shahardan markalar bor. وفي جناح الخط العربي آيات بخط النسخ وخط الرقعة. arab imlosini bo'linmasida nasx xatidagi oyatlar va ruqa xatidagi oyatlar. وفي جناح الصحافة ya'ni jurnalistika bo'limida suhufun va majallatun va kutubun fi janahi tadbir al-manzili ta'amun min kulli baladin, har bir shahardan ovqat bor. Va fi janahi riyadati kuratul qadam va kuratus salla va sibahata wal furusiyya. Riyoziyat, ya'ni nima desak bo'ladi, o'sha sport naqasida, muassasasida sport bo'limida nima bor? Futbol, basketbol, suzish, keyin chavandozlik. Endi bu yerda mana savollar berilgan. Manzar ma'ridul hiwayat, albatta Jamil bilan Jalol va hokazo. Endi bu yerga tushishni, mana bu kalimalar bor-ku, shuni tushirishimiz kerak. Pastda keyin savol berilgan. Bu savollarga o'zimiz javob beramiz. Xo'p. Hal tuhibbul qira'ata, o'qishni yaxshi ko'rasanmi? Hal ladayka maktabatun fil bayti, uyingda kutubxona bormi? Senda maza taqra'u minal kutub, kitoblardan nima o'qiysan? Kam sa'atan taqra'u fil yawm? Bir kunda necha soat o'qiysan? Hal fi baytika maktabatun, uyingda kutubxona bormi? Kam sa'atan tushahidu tilfaz fil yawm? Telefon, ya'ni bir kunda televizor necha soat ko'rasan? Hal tufaddilun qira'ata am at-tilfaz, sen o'qishni yoki televizorni afzal ko'rasanmi? Taf'alu ayyam al-utla, maza taf'alu qilamiz. Ta'til kunlarida nima qilasan? Li salasu hiwayat, men 3 ta hobbiyim bor. Hiya al-qira'a va mushahadu tilfaz, mana telefonni ko'rish, televizor ko'rish ham bor ekan. Va riyada va sport. Al-qira'atu hiwayatil ula. Qiroat o'qish mening birinchi hobbiyim. Va mushahadu tilfaz hiwayat as-saniyatu bo'ladi. Meni ikkinchi qiziqishim bo'ladi televizor ko'rish. Uchinchi qilsa ham yaxshi bo'lardi. Va riyodatu hiwayati salisatu. Uchinchi qiziqishim sport. Fi bayti maktabatun kabiratun, uyimda katta kutubxona, fiha kutubun kasira, unda ko'plab kitoblar bor. Aqra'u fil yawmi 3 soatin, bir kunda 3 soat o'qiyman. وأشاهد التلفاز ساعة في اليوم. أشاهد التلفاز ساعة واحدة. بركن بر ساعات كنا كورمان ديابته ما إلي يحشى. وأحب السباحة، سوزشني أشكرمان، وكرة القدم وسبور فوتبول نياشكرمان، توبنا وتوبرش. وأذهب إلى شاطئ البحر 3 أيام في الأسبوع للسباحة. dengiz sohiliga suzishlik uchun bir haftada 3 kun boraman. وأذهب أنا وأصدقائي يوم الخميس بعد العصر إلى البر. Men va do'stlarim payshanba kuni asrdan keyin sahroga boramiz. ونقضي وقتا جميلا هناك، va u yerda chiroyli vaqtni o'tkazamiz. va fil layli nazhabu ila baytina, va kechasida uyimizga boramiz. va najlisu sa'atan, bir soatcha o'tiramiz. va natakallamu va nashrab, gaplashamiz va ichamiz. va al-asira, mana bu yerda va nashrabu shaya, choy ichamiz. va al-asira, va sharbatni. ma hiwayatuhu
kam sa'atan yaqra'u fil yawm. Mana yuqoridagi hammasini o'qib tarjima qilganimizdan keyin bemalol javobni ham bemalol bera olamiz. Demak shu bugungi darsimiz tugir ekan 107. Xo'p, vallohu a'lamu bis-savob.